Mana qizimizda hozir ko'kraklarida muammo bilan kelganlar. Qachondan paydo bo'lgan? Qachon sezdingiz? O'sha 2 haftalar bo'ldi. Sezganimda og'riq bor edi. Keyin oyimlarga aytganimdan keyin shu больницаga borib o'ziga qilindik. O'ziga qilinganda doktorlar buni xirurgически olib tashlash kerak deyishdi. Bunaqa holatda biz ko'plab bunaqa bezlar bilan ishlaganligimiz uchun kitoblarda yozilishi bo'yicha 1,8 yoki 2 santimetrdan oshganda o'zi xirurgический показания, ya'ni ko'rsatma bo'ladi. Hozirgi sizni holatingiz 14 ga 6 millimetr. Ozgina poylab tursak bo'ladi. Naблюдениyaga qo'yamiz sizni. Ya'ni har 3 oyda kelib nazoratda turasiz. Agar ozgina bo'lsa ham razmer kattalashadigan bo'lsa, to'g'ri, bu o'simta hech qachon o'zidan so'rilib ketmaydi. Bu operativ yo'l bilan olinadi. Hech qaysi dori yo'qki, fibrodinomani to'liq so'rdirib yuboradigan. Uni faqat xirurgически olib, histologiyaga topshiriladi. Bu narsa olgandan keyin qayta o'sha joydan yana qayta chiqib kelmaydi, lekin ko'krakning boshqa joylaridan yana chiqib kelishi mumkin agar sizda qanaqadir gormonal buzilish bo'lsa. Sizning holatingizda hech qanaqa qo'rqinchli o'simtalar yo'q. Hozircha faqat nazoratga qo'yamiz. Rahmat.